Nurg'un vaqtda biz o'zimizga kunlar texi uzun, bizga texi ko'p fursat bor deb tasalli berishga odatlanib ketgan. Yani ko'pinchalarimiz xizmatda tirishchan, do'stlarga qizg'in, turmushda yetishlik, oilada mas'uliyatchan bo'lg'achqa, ota-onamizning nazarida yaxshi bola, juftimizding nazarida yaxshi amra, do'stlarimizning nazarida og'indochilik yaraydigan so'rindochiligiga yaxshi birodar sanalamiz. Lekin o'ylab ko'rdikmi? Bizning o'zimizga taalluq vaqtimiz zodi qanchalik bo'lyotdi? Jismimizni aram oldirib, ruhimiz bilan muңdishadigan vaqtimiz qanchalik bo'lyotdi? Oldi bilan uy ilish, ondan bir avtomobil ilish, orqadan bir balaliq bo'lish, orqadan balani cho'ng qilib olish, bankada azroq bo'lsa yig'ib qo'yg'ini bo'lish, bo'lsa bir tijorat qilib kirimni ko'paytish, orqadan uydan balig'imi birani ilib qo'yish. Ömrümüz mushu nishonga yetishning ko'yida o'tib, oxirida hammaga erishganimizda bo'lsa, hayotimizdagi eng qimmatli boyliq vaqtni yutirib qo'yganligimizni his qilamiz. Biz doim yaxshi kunlar oldimizda, kunlar texi uzun deb o'tgan vaqtimizga, aldirashliklarimizga tasalli topgandek bo'lamiz. Amaliyotda ati bilan qismatning qaysisi baldir keldiganligini hech qaysimiz bilmaymiz. Agar hayot hikoyamizga rostlichik to'g'rilishga to'g'ri kelsa, yoki eng oxirgi 10 minutli vaqtimiz qolganini bilganimizda, o'tgan umrimizda o'zgalar uchun yashab, o'zimizga qat'iy ko'ngil bo'lolmaganligimiz, kishining ko'nglini deb o'z ko'nglimizda ayib boqmaganligimiz, hamisha tugumas aldirashlikni bahona qilib, ruhimizning oromligi uchun vaqt bermaganimizga o'kinib qolarmizmi? Vaqtimizdan qanday qilib shuncha tez o'tib ketganligiga hayron bo'lib yig'labmi qolamizmi? Balkim shu chaqlarda biz bo'lmasak yashay olmaydi deganlarning hayotini yana shunday o'tkazayotganligini, biz ishlamasak to'xtab qoladi degan xizmatlarning o'z yo'lida shunday yaxshi davomlashayotganligini, hatto sendan ayrilsam o'laman deganlarning bir chiroyli yashayotganligini, o'zgalar bilan xotirjam o'ynab kulib yurayotganligini ko'rishimiz mumkin. Dal shu chaqda biz bu dunyoda kim bo'lsa bo'lmasa yer shari o'z o'qida cho'gilaverdi degan so'zning tagiga haqiqiy yetishimiz mumkin. O'ylab qoldim. Agar Titanic cho'kib ketmagan bo'lsa, Malayziyaning aeroplani izdiraksiz yo'qolib ketmagan bo'lsa, oramizdan mangulik ketganlar qaytib keladigan bo'lsa, ular yana xizmatdagi ko'ngilsizliklarni deb urib yura bo'lg'imidi? Hissiyotidagi kichikina egizpasliklarni deb urib to'lg'inib yotarmidi? Yo'qitib qo'ygan boyliqlari uchun hasrat chekib nolik qilarmidi? Biz hamisha haqiqiy ayrilganda ondan ayrilishning nima ekanligini bilamiz. Haqiqiy yo'qotganimizda asli yig'lab yurganlarimizning hech nimaga arzimaydigan narsalar ekanligini bilamiz. Eng oxirgi paytlarimizga kelganda ondan urush talash, da'vo dastur, ranjish, adovat, havas, hasadlarning amaliyotda hech nimaga arzimaydiganligini his qilamiz. Lekin balkim kechikkan bo'lamiz. Shunga do'stim, endi sizdan so'rab baqay. Siz har kuningizni bir xil o'tkazyapsiz yoki har kuningizni har xil ma'nolarga ega qilyapsiz? Uningdan aslimlarga, go'zal ta'sirotlarga ega bo'lyapsiz?